Assalomu alaykum savatdoshlar, tinchlikmi? Waalaikumsalam Yo'qlar. warahmatullahi. Yaxshi, alhamdulillah. Unda bo'lsa darsimizni hozir boshlab ketili. Biz hozir 6-chi dars ketdik. Shu 5 xil menga texnik nima o'tganlarimizdan burun ko'kitib o'tdik. Muhimi shu so'zlarni bilib bilish. Vay bakamana. Inshaalloh hozir darsimizni boshlab ketili. Oldingi navbatda so'zliklarni o'tgan. Last time we talked about the vocabulary, English and Uyghur. We will try to finish it this time. So mainly what we learned is different types of systems, okay? Nimalarni o'rgandik desa, so'zliklarni o'rgandik. So'zliklarda murakkab emas. 3 qismni yaxshi bilib olsanglar bo'ldi. Birisi input, ya'ni anglash, sezish, ularning hamini sezgichlar deymiz. Uning keyindan muhim yana bir yeri Arduino, uningki menisi markaziy qism bo'ldi. Uning keyindan output. Output ya'ni qo'zg'atgich. Ya'ni qo'zg'atgichlar odatda hammasi output deb deyildi. Endi buningda output bo'lgan chaqda nima narsalar degan chaqda masalan chiroq deydi, har xil servoning harakatlari deydi, ashlarning hammasi output bo'ldi. 3 qism. Birisi input, birisi menisi Arduino, uning keyindan yana birisi output. Uning keyindan shu nimalarni o'rgangan vaqtimizda hamma narsalarni ashuni bog'lashtirib olinglar. Qaysi inputga, qaysi outputga degandekchi. Endi sizlarga nisbatan qulay bo'ldi. Just 3 important things. One for the system. One is input and the Arduino, that's the brain, the controller part. And then the other one is the activator, the output. Yes, 3 systems. And each system, you just remember 3. That's good enough. And normally, you can do many things just with the 3 systems. The actuator, qo'zg'atgich, and the sensor, sezgich, and then we have Arduino. Yeah. Okay. Then there's a lot of other things that you can do with the Arduino. Maybe simple systems or maybe more complicated systems. Just wait a second. Okay, so then we have a lot of other systems that you can control with hand. For example, the button. Button is input. Yeah, you just press and turn on the light, or maybe press, you turn off the light. Button bo'lgan chaqda knopka. Knopka nima qildi degan chaqda chiroqni yoqdi yo o'chirdi. Tushunami? This is a button, knopka. Uning keyinda mana breadboard, yana to'q yo'l taxtasi, breadboard, ashuni ustiga har xil nimalarni sistemlarni qura olamiz. This is very good. And then there's a lot of sensors, not like like human. Like we can see maybe different colors. The color sensor, that's around sezgich, and many other sensors. Temperature sensor, temperature sezgich. Then what we have is maybe different position sensor. That's a gyroscope, like a GPS. You can sense like where it is. So you can build many systems. Body monitoring systems. Adamlarning har xil nimani temperaturni, adamlarni bayqaydigan, o'rinlarni bayqaydigan sezgichlarni yasay olasizlar. Then heart rate. This is very good because with that you can create a lot of advanced tools. Yeah, very good. Now AI is developing very fast.
yana sun'iy aql bek tez taraqqi qilyapti, shundaymi? Hozir eng oddiy ishlarni qolay usulni qilyotqili bo'ldi. 3 yillik ishni balkim 3 oyda qilib bo'lg'ili bo'ldi hozir. Sun'iy aql bilan. 3 oyda qilgan ishni hozir 3 kunda qilib bo'lg'ili bo'ldi. It's very fast. AI is very important. If you want this 3 years work, you can do it in 3 months, or 3 months of work, you can do it in 3 days. Now AI is developing very fast, and what you are learning now is all about AI. Sizlar sun'iy aqlni o'rganyapsizlar. Sun'iy aqlni o'rgansanglar, kelgusida intayin jiq ishlarni qila oladigan bo'lsizlar. Undaqda har xil sistemlarni yasay olasizlar. Undaqda so'zliklarni o'rganib olish muhim. Yana bir oxirini davomlashtirib, 20 ga kelgan to'q oldingi navbatda har xil sezgichlar bor. Birsi ultrasound sensor deydi. Ultrasound sensor degan chog'da oldingi navbatda o'tdi uni. Ultrasonic sensor ovoz to'lqinninki berib, ani og'a qaytish orqali uningki vaqtini, orlig'ini, bir narsalarniki yetkilayotgan ashlarni hamma bayqalaysiz degan gap. Mashinaning suratini yo'ldiki. Ashunga o'xshash. Uning keyin laser sensor deydi. Laser sensor mashinaningkiga qarab ishlatiladi aslida. Ultrasonic sensor shu shaparangniki o'xshash ovoz to'lqin chiqarib qaytirish orqali o'rnini belgilayolsa, bizdagi ultrasonic sensor bo'ldi, ammo uningki nimasi bayqash darajasi unchalar yuqori emas. Laser sensor bo'lgan chog'da beh yuqori. Intan jiraqdagi narsalarni bayqalib bo'ldi degan gap. Hamma narsaningki nimasi beh yaqin ishlatish principlari. There are many similarities between many different sensors. Some of them could be ultrasonic sensor, and some of them could be a laser sensor. So similar. All what difference is a different the signal, and you can use ultrasonic sensor or laser sensors, all fine. And we learned about LED bulb already, and then light sensor we learned. Many other sensors, magnetic sensors. Magnetic sensors can detect like at airports or maybe in many shopping malls. Magnetic sensorlar var. Magnetic sensorlar orqali bir narsani setib olmadimi, shu o'g'irliknimi, ashuna hammasi bayqalib bo'lgan narsalar. Bundan keyin yana nimalar bor degan chog'da muhim narsalar o'rgatay, hamma narsani deb o'ltirmay. We only learn the main sensors and actuators, but not everything. But we will learn the others later. Qarshilik, resistor. Shu inglizchani o'rganmasam bek yaxshi. Hozirgi fan texnika hamma narsa inglizcha. And you can read and learn many things. Okay. Then we have many other sensors, like a movement sensor, harakatni sezgichlar, servo, buni servo deydi, ya'ni motor. Uyg'urchada motor deydi, motori. Ashuna o'xshash, and then static sezgich deydi, smoking sensor, smoke. Undan keyin yana motorlar bor, and sound sensor, speakers, yana buzzer. Bularni keyin so'zlaymiz. Har xil buzzerlar bor, har xil musiq chiqarib bo'lgan, har xil musiqalarni yasay oladigan bo'lgan, ashuna o'xshash. Water sensor deydi. Water sensor bo'yicha suvni sezadigan gap. Qanchalik suv kirib ketdi yoki bo'lmasa gullarga suv qo'ysanglar, avtomatik holda suvni tanshab beradigan sezgichlarni yasay olib bo'ldi. Hozir qancha suv kirish kerak deganda. Ashuna o'xshashlar. Undan keyin wire in the bahcha ishlatsalar, wire bo'lgan sim, uyg'urcha sim deymiz. Hozir keyin o'rganganlarimiz nima degan chog'da 7 segment display deydi. U narsani keyin o'rganamiz, hozir emas. Har xil chiroqlarni yasab, har xil shakl chiqadigan ko'chalardagi ashlarning hammasilar uni keyin o'rganib olib bo'ldi. We will learn those later.
Then what we will do is, okay, we'll learn about analog input, digital input, and digital output. Analog болған чағда analog деп атадық, digital болғанда рақамлық. Мен сізге бір нәрсе нәрсені сөйлеп бергенім алдын қапта. Қандай нәрселер деген чағда бірсе, яғни системларда үш нәрсе деп, яғни систem input, output, o нәрселер. And then bunun mühim нәрселер неме деген чағда бірсе системда input дедік. Input, яғни input деген чағда біздіңкі адам бәденіміз оқшаш. Mesela біздіңкі құлғымыздың кірді авазла. Bu input деп алды. Endi biz qarab turib uni o'qiymiz. Bularmi input bo'ldi. Uni nemada komanda qilib yozgan vaqtida, qanday komanda bilan yozamiz degan vaqtida butunlay nima orqali yozamiz. Masalan, read deymiz. Qanday narsani? Read. Qanday narsani o'qish. Ya'ni oldi bilan bizda Arduino bo'lsa, 3 qismdan tarkib topgan narsalar. Birisida input system dedik, birisida ma'noki mengisi Arduino. Bu aşınınki mengisi, yani en mühim kısım bu hesaplandı. Arduino bununki mengisi, bu input. And inputlarning hammani biz shu read deyish orqali olamiz. Bu Arduinoga shu banglagan gap. Yani read qilib kirish uchun ishlatildi. And bularning hammani masalan raqamli o'qish bo'lsa digital read. Digital, lekin R'ni cho'ng olamiz bundaqa. Digital read deymiz. Agar analog o'qish bo'lsa analog read bo'ldi. Analog read bo'lib hammasi shuni ichi kiradigan gap. Analog read bo'lib mana Arduino'ning ichi kirdi. Buning hammasi read, ya'ni input sistemi. Mush qo'linglar ele musobaqa bo'ldi. Musobaqa bo'lgan chaqda shuni qo'yilishinglar kerak. Qanday narsa kirgan vaqtda ikisini hammasini read orqali olamiz. Ya'ni oldi degan gap. Read degan o'qu degan gap asli. Read. Digital read, ya'ni raqamli o'qish, ya'ni nima deb olgandik? High, low. Faqat chiroqni yoqdik, o'chirdik degan gap. Unda bo'lgan chaqda bu digital bo'ldi. Digital bo'lgan chaqda faqat buni qanday qilamiz degan chaqda yoki high yoki low deb, ya'ni yuqori deb oldi yoki uni tuvan deb o'qiymiz buni. High or low. Yani digital read. Yani o'qigan vaqtida ma'lum pindan o'qiymiz. Shunlashqa bu yerda pin bo'lish kerak. Pinning ichida o'qiymiz. Uning keyindan uni digital bunda qilamiz. Shunlashqa ham o'qishlarni uchun keyin program tuzgan vaqtida shuni yaxshi bilib olasizlar. Qarasanglar, qanday bir narsani o'qidik degan gap, u read bilan oldik ekanmiz. Digital bo'lsa digital read orqali qoldi ekanmiz. Ma pin degan gap nechin nomerliq puti degan gap. Nechin nomerliqqa o'qitimiz degan gap. High. Ya'ni chiroqni yaqin degan gap digital. Uning keyindan analog read bo'lgan chaqda analogdan o'qidik degan gap, ya'ni ma'lum bir yerdan o'qib olamiz degan gap. Ya'ni buningda analog pin bo'ldi bu yerda. Ko'pincha A orqali oldi. A1 deydi, A2 deydi, ashta qimmatni o'qib olgan vaqtimizda uning keyindan buniki valuesi bo'ldi. Bundaqcha. Bundaq. Unda bo'lgandan keyin Arduino qanday kirganning hammasini read orqali oldik. Uning keyin har qanday chiqqan sistemalarning hammasini output sistemaning hammasini agar u output bo'lsa, u chuqum write bo'ldi. Man in degan bo'lsak, mana out deb oldik. Output. Output bo'lsa qanday bo'ldi desa, buni qayta yozay. Bu ya'ni write bilan olamiz hamda.
output bo'lgan keyin chuqumlarning hammasi right bilan keldi. Qanday? Ma'lum bir narsani yozing degan gap. Right. Ya'ni yoz degan gap. U output bo'ldi degan gap. Unda bo'lgan chog'da agar digital bo'lsa digital right bo'lgan chog'da ya'ni chiroqni ya'ni shuni chiqardik degan gap. Ya'ni turn on and off. Shu chiqishning hammasi right bilan keldi. Mayli bu digital bo'lsa digital holatda, analog bo'lsa analog holatda. Analog right. Bunda holat bo'ldi. Shunlashqa sistemlarni tushungan chog'da ashuni qo'ysanlar bo'ldi. Undaqda kirish sistemasining hammasini read orqali ifodalar ekanmiz. Chiqish sistemasining hammasini write orqali ifodalar ekanmiz. Ash butkul sistemlarning hammasi ashunga umumlashib ketgan. Agar sizlar bir narsani masalan servo deydi, nimani motor va servo motor ishni echib yopadigan ishlatilgan servo motor. If it's going to we going to use it as output, so it should be right. Yani servoga right qildim deb olamiz. Yani ag'a vaqtimizda servo right. Bunda holatga keldi. Shunlashqa uch sistemalarning hammani mush shakl tushunib turinglar hozircha. Tafsilotini keyin oldik. Yani kirish sistemalarning hammasi read, chiqish sistemalarning hammasi write. Bo'lamda? Undaqda hozir biz nima yasay olamiz degan vaqtida nurg'un ishlarni qila olamiz bu orqali. Mushuningki basic, yani asas qismini bilib olding degan gap. If you just learn the basics, then you can do a lot of things. You can learn Tinkercad. That is the first thing. Hozircha biz Tinkercadni o'tab turamiz, keyin kodingni o'rgatamiz. Kelar afterdan boshlab koding yozishni boshlaymiz. Shunga ma Tinkercadni yaxshi bilib olinglar. You should understand the Tinkercad first, and then you can do more coding later on. So that is important. The first Tinkercad, you understand the logic, and then next step will be the coding part. Okay? Hozircha biz Tinkercadni qilib bo'lgandan keyin ashuniki yasagan kodini Arduino IDE, yani ashuniki tahrirlash muhitiga yo'llasak, yani Arduino'ni kontrol qila olamiz. Shuna u yaxshi ish. Nima qilmoqchi asosida degan chog'da aqlli mashina, yordamchi mashina, ya aqlli mashina to'xtash yordamchisi yoki smart car deb turaylik. Smart car. Ashunga nisbatan bir narsa yasab chiqamiz. Buning uchun nima kerak? Xat yozmay turinglar. Bo'ladi. Disable anti. Okay. Bunda aqlli mashina uchun nimalar kerak degan vaqtida, shu normal mashinaga avtomatik holda ish qila oladigan nurg'un ishlarni qila olsak, shu smart car deb olsak bo'ldi. Ya'ni sun'iy aqlli mashina haydash, ya'ni sun'iy aqldan foydalanib mashina haydash deb tushunasizlar. Buni qandaq narsalar sun'iy aql bo'lib kirdi degan vaqtida avtomatik bir ish qila olsa, undaqda mashina haydashniki yaxshi yo'llarni o'ylab boqinglar. Oldi bilan sun'iy aql degan nima degan vaqtida qaranglar. Ma'lum bir qonuniyat bor. Ma'lum bir qonuniyatni ashuni olgandan keyin shu qonuniyatga ergishib ish qilsa, bu aqlli mashina bo'lgan bo'ldi. Men o'quvchilarga endi aqlli, chunki qonuniyatni shu sinfniki tuzumlarni tushundi, shuna ergashdi. How we say that artificial intelligence is smart? Because it understands the rule and follow the rule. Okay. So what is a good rule? Undaqda yaxshi mashina haydashniki nima tuzumlar qaysi? Ya'ni shu bexatar haydashning usullari qaysi? Bexatar haydash uchun qanday narsa kirish kerak?
mashina haydaydigan vaqtimizda eng muhimi nima degan vaqtida bir qatnash voqeasi chiqishini oldini olish. We just wanted to avoid any accident. If the two cars crashed, that means there's accident. So we should avoid it. How we can avoid it? So when we drive, we need to understand the rules. The rules are important. Ondaqda rules degan ichida qanday ruleslar bor? Qanday qonuniyatlar bor degan chog'da men inglizcha bilan men uyg'urchasini ep qo'ydim. I just put both English and the Uyghur language. İngilizcenin hammasi S'dan boshlangan. Yani safe, S rules. Yani S rule degan chog'da S'dan boshlangan qonuniyatlar. One, space. When the car is driving, we need to keep a space. Should not keep too close. Yeah, space. We should keep a space between two cars. So buni araliq deymiz. Uyg'urcha, İngilizce bo'lgancha space. Keep a space. Yana birisi mashina haydaydigan chog'da nima diqqat qilish kerak degan chog'da sign. What should we look at? Sign. Belge. Masalan, yo'lda har xil belgilar bor. Ayni qiyin deydi, mayni qiyin deydi. Yoki bo'lmasa qanchalik suratda mangadi. Shu har xil rulelarni belgilab qo'ygan signlar bor. That is important. We need to follow that. Sign, belge. Yo'ldagi belgilar. Uning keyindan stop. Stop bo'lgan chog'da to'xtash. Masalan, qizil chiroq bo'lgan chog'da stop degan gap. Bu yerda chuqur to'xtash kerak. Ana yana birisi stop signlar bor. Ba'zan yo'lda qizil chiroq yo'q, lekin stop sign bor kichik yo'lda. Stop signni ko'rgan chog'da we should stop. Otherwise, mashinalar cho'ng yo'lda o'tayotgan bo'lsa, stop signni to'xtamasak, o'tib kelsak nima bo'ldi? Suqishdi mashinalar. Bu bo'lmaydi. Qanday qilish kerak? Stop signda chuqur to'xtash kerak. If there's a stop sign, then we need to stop and then check and then go. Bu üçüncü qonuniyat. Stop, to'xtash. Ba'zan de qalamqan gap kelsa, qalamqan xat yozsa, stop deb qo'yamiz. To'xta, xato ish qilma debchi. Endi yana birisi nima degancha slow down, astiltish. Masalan, slow down bir parking lotda, bir mashina to'xtash yerda astiltib ma'amiz. Yoki bo'lmasa bir yerdan qiygan vaqtida astiltib ma'amiz. Ya'ni slow down. Ya'ni asdan boshlangan. Qarsan slow degan gap asta degan gap. Down, slow down, astiltish. Ya'ni mashinani astiltish kerak. Qiyish jarayonida. Uning keyindan signal. Signal Uyg'urcha signal deymiz, signal berish. Masalan, o'ngga qiyish, so'lga qiyish, ashlarning hammasida shu mashinada signal veramiz. Tamam? O'ng qiyin, so'l qiyin, ashlarning hammasi signal. Give signal. Yani signal verish. Yoki bo'lmasa ovozim bor. Uning keyindan yana birisi squeeze in deydi. Buni degan gap degan chog'da masalan bir lane change qildaylik. Lane change degan gap yo'l almash deb. Bir necha yo'llar bor. Bir necha yo'l bo'lsa, ma yo'ldan mashina yana bir yo'lga almashmoqchi bo'lsa, hargizlar bevosita o'tmasdan oldirmay o'tirgan gap. Yani squeeze in, yani oldirmay kiring degan gap. Oldirmay kirish. Asta-asta kiring degan gap. Squeeze in. Bu yerdagi squeeze in, not cut in. Cut in bo'lgan chog'da bevosita kirganlikni cut in deydi buni. Hargizmi yo'ldan bevositani o'tmaymiz, chunki vaqa chiqadi degan gap. Ana yana birisi lane change qilgan vaqtida yo'lga qarab baqib, atrofda odam bormi? Xuddi assalomu alaykum degandekchi. Salom berish. Deb men o'zimcha esdab oldim. Yana birisi see, ko'rish. Chuqur mashina haydayotganda yo'lni ko'rish kerak. See the road. Ya'ni yo'lni ko'rish. Hargizma boshqa narsa qarab o'tirsa, telefon ishlatsa, boshqa diqqat qilib qolsa bo'lmaydi. Chuqur yo'lni ko'rib menish kerak. See, ya'ni ko'rish. Bularning hammasi nima degan chog'da safe driving deydi. Safe driving degan vaqtida ya'ni bexatar
mushu ishlarni mashinaga kirgizib aytalisanglar, bu aqlli mashina bo'lgan bo'ldi. Smart car, ya'ni artificial intelligence, ya'ni aqlli, ya'ni sun'iy aql bilan ishlatilgan degan gap. Ya'ni mashina o'zininki atrofini his qilib tura oladi degan gap. Yo'lni, atrofidagi narsalarni, space, speed, ashlarning hammani mana o'rganib olinglar so'zliklarni. Mush orqali sizlar hammadan foydalanib, Arduino'dan foydalanib bu ishlarni qilib chiqa olasizlar. Undan bo'lgan chog'da bu intayin yaxshi degan gap. Ya'ni sun'iy aqlli mashinani allaqachon yasab chiqish fursatiga ega bo'lamiz. Hozir bu qatimliq darsda nima qilmoqchi degan chog'da yana Arduino'dan foydalanib, ya'ni shu mashina to'xtash, ya'ni qanday signal beramiz, masalan 4 putliq LED var. Shuni birlashtirib olamiz. Shu muhim. Bir ozdan keyin sizlarga nima o'qitamiz desa, nimani? Shuningki Tinkercad'dagi taqlidini o'qitamiz. We will teach you how to create one simple AI system. Yeah, that is the first AI system, and then we will do quiz competition. So at first, listen to the lectures, and then we will do the quiz. Okay. Ehsan will teach you to do this. So he will teach you the Tinkercad. Just wait a second. What's this? Yeah, mommy. Assalamualaikum. Biz bugün biz müşüne Tinkercad'daki bazı bloklarını öğreniriz. Yani biz biz aldıdan biz mesela şu if blok öğreniriz. Yani eğer blok desek buldu. Şu eğer bu ne bo'lsa, eğer bu bo'lsa bunda deydi. Yani nimiş bo'lsa biz şu yerden çıkıp koymuyoruz. Yani mesela eğer şu aralıq elektrinin kiçikroq bo'lsa, ondaki bunda qilib qo'ysak mayli. Biz shuni Tinkercad'ga chiqishimiz. Şu aşırı 20 ta blok bu. Bu nima to'xtapa. Eğer bundak bo'lsa, bunda qiling, bo'lmasa bunda qiling deydigan blok. Yani nimiş bo'lganimiz bir şey ko'ramiz. Mesela aralıq elektrik kichikroq bo'lsa, qizil chiroqni yondirgan, bo'lmasa yeşil chiroqni yondirgan deb qilsak mayli. Yani şu if degan eğer, and then else degan bundak bo'lmasa. Yani biz Tinkercad'da biz hazır biz bunu yazmakçı. Yani Tinkercad'da size geçip böyle. Tinkercad'ı açayım. Aldı biz yeni bir narsa sayımız. Biz nime sayımız degende biz nimle toq maşını toqtu maşını nimle toq Allah sezgüç. Yani eğer maşına yakın nimle toq bir maşına yere toqtab atsa ve binaga bek yakın qaqqası nimle toq burada aşı maşına taqtın kişinin nimle toq he bek yakın qaqqaldı dedi deb düşündürdüğümüz biz bir narsa yazmakçı. Yani bunun için biz yeni bir narsa seçmemiz gerek. Şunun için alıp bir Arduino lazım. Anda bize Tokyo tahtası lazım. Anda bize Allah'ını size için biz ultra avazını işletimiz.
Oturağız. Muallim buna soruyalamdım. Ha. Neymiş? Bizning bu Arduino olan çıkırdan nesi oynamaydı. Nima? Ne Ma tushunmadim. bu Arduino Jindiki mandasiki seriden nesi bu? Ha. Ha. Aşı bizden işlemeydi. Neymiş şeyini okudum. Nasıl olmalı? Aslı olmaydı. Biz sonra ahırda soranda. Harvard yapalım. Ha. Biz yerine tutuşturayla. Üç yer kar boş gerek. Biz otur avazda koymak istiyoruz. Biz şu 4 putluğun işletmemiz gerek. 3 putluğu emas. Şu hatta, şu toğra. Şu 4 putluğu toğra. Ustoz bilamsiz, men qilayotgan chog'da ikkita moy chiqib qoldi ekan. Men sizning deganingizni boshqasi bo'lgani uchun men uni tepib uni qildim. Ma'qul. Bundoq bo'lsa, biz shuning uchun biz RGB LED ishlatamiz. RGB LED shuni eklaymiz. Yeah, ultrasound ketdi. Okay, and now let's start connecting. So we need resistors. These resistors have to be at 220 ohm. So it has to be 220 ohm. Yani bu karşılıklı 220 ohm buluş gerek. Okay, and now the cathode yaga tutuş gerek. So cathode has to connect to ground. And where is the ultrasound? Ultrasound 3 qıtım yo'qolib ketdi. Ya başka ultrasonlar nega ketdi? Bismillah. Ustoz, Ha? siz qanday cho'ngaytib kichik qila olasiz? Mening ekraniga patmay qilmaydi ekan. Shu mouse'ni ishlatib qo'ydim. Üstüge qilsam cho'ngaydi, pastga qilsam kichiklardi. Ma'qul. Endi Çekip. ha. Şu ground yerga tutish kerak. Endi şu powerga, yani tokga tutish kerak. Normalda tokga tutashganda shu qizil bo'lishi kerak. Endi biz tokni yerga tutashtirishimiz kerak. Connect the power to the breadboard. Okay. Now we'll connect the wait, I forgot the wiring. Wait, biz cannot. Muallim, Ha, o rezistörün üstündeki niminin ismi neydi? şu 220 ohm bo'lishi kerak. Shuni so'radimmi? Yok. O üstündeki Shu rezistörün aşını. RGB LED. RGB LED. Ma'qulaman. Ha. Muallim, Ha. bana Tinkercad'ın ulanmasını evet belki bulsanız. Tinkercad bo'ldi. Men shuni yasab chatdan avatsam edi.
Asli hesap bolğan birisi var. Men bu şunu ulanmasını sizlerge əvətsəm meyli. Mana bu şeyde ulanmasını sizlerge əvətsəm meyli. Oy biz. Ben bu şunu dersten kine əvətdi. Tamam. Oy. Ha. Bu şunu ben şunu 5 görüp ben şunu 4 görüy. Şimdi biz RGB LED'ninki ulaşırıklayla. Yani şu birinci put kızıl buluş gerek. Yani bunu 11 kat saçtıray kızıl ne? Şimdi şu put kök buluş gerekti. Şimdi bunu 10 kat saçtıray. Bunu kök bulay. Şu put yeşil saç gerekti. Şimdi toprak saç koyay. Okay. So that's the wiring, and I'll use blocks to make it. Okay, so let's biz yana bir de variable resmi gerek ya. So I can make a new variable, and biz şunu Allah tıp çaklaydı. So Allah. And biz Allah'ın önemli toha ultra avazından ve önemli toha tam neki arzılarını toha buluş gerek. Şu biz ultra avaz önemlisi biz aşağı okuşumuz gerek. Şunu bir şeye karşı trigger pin 5. Yani şu 5 buluş gerek. And then echo pin 4. Tütkü tutaşıyordu da. Şimdi bu 4 buluş gerek. Yani biz Allah'ın santimetre içeri ölçeğimiz. And then biz burada eğer dedim bloktum şey kaçtı. Biz müşünü alsak müşünü de çoğarak mı müşü küçükerek mı müşünü bir şey de yapardı. Yani bugün küçükerek simbolü. Yani biz bir şey Allah'ın bir şey koşmamız gerek. Yani eğer Allah 100'ün küçükerek olsa şu RGB LED yeşilini yandırsın. Yani şu bir şey karşısak kızıl 11 kat tutaştı. Şimdi bu 11 tutuş gerek. Ondan şu yeşilge karşısak yeşil 9 kat tutaştı. Şimdi bu 9 tutuş gerek. Ondan kök 10 kat tutaştı. Şimdi şu 10 tutuş gerek. Ondan renk yeşil olsun. Allah 100'dün çoğalak bolsa, haqqı şu yeşil çırak yandırmız. Eğer müşide and deydiğim naqsı var, müşkin va deydi. Yani eğer müşü ve müşü bolsa, bunda kılın deydi. Müşkin and block. Müşü ve müşü bolsa. Yani eğer arlık hata kıldım. Müşü 100'dün çoğalak buluş gerek. Allah 100'dün çoğalak buluş gerek. Müşünü doğru gerek. Okay. Eğer Allah 100'dün küçük olsa ve Allah 50'den çoğalak olsa. Yani şey. Eğer Allah 50'den eğer Allah 50'den çoğalak olsa seyrak çırak yandırsın. Bunu toxtaqı. Toxtası tamğa bək yaxınlaşıb qaldığını deyiş gerek bu.
Yani biz şu 10 mouse'da haqiqatki mouse'da 10'da çeksenler şu duplicate deydi. Yani duplicate degan ishi o'xshashni şu blokdan o'xshashni yasash bo'ldi. Şu seriq bo'lsin. Undan yani bir blokni qo'shadi. Agar Alloh 50'den küçük bo'lsa. Yani Yes. eğer Allah eğer Allah 50'den küçük bo'lsa, qizil chiroq yondirsin. Yani şu Muallim bir narsa soruya alamdım. ha Ama imtihan kaçan başlaydı? imtihan men Ustaz, o'qimayman. Ustaz quiz. Ana Bugün Müşteri sıfır ko'zini qilamiz. ha. 2-3 minut saqlab turinglar, tugaydi. Tugab bo'lgandan keyin competition boshlandi. Musobaqa. Endi men sizlarga bu shuni tushuntirib beray. Okay. Yani şu konumu tushundirishi. Allah degan Allah ultra ovozdan keldi, ultrasonic distance sensordan. Shuni trigger pin, yani ovoz chiqaradigan puti 5 bo'ldi. Ve aşı ovozni qaytirib oladigan puti 4 bo'ldi va shu odatda santimetrdan ölçeydi. Ondan eğer Allah 100'den çoğarak bolsa, yani 100'den çoğarak bolsa, yeşil çırak yandırdı. Eğer Allah 100'den küçük bolsa ve Allah 50'den çoğun bolsa, seyrek çırak yandırdı. Ondan eğer Allah 50 santimetre küçük bolsa, RGB LED kızını yandırdı. Kızını. Endi biz kodni mangdirib boqaylik. Ana, Allah'a ko'z tutishib boshimiz kerak. Hozircha qarasang 113 santimetr Allohda. Yani biz yaqinroq aytsak, qarang, hozir shu hozir 100 santimetrdan yaqinroq, lekin 50 santimetr qadar emas. Şu an shu seriq chiqadi. Endi 50 santimetrdan yaqinroq bo'lsa, qarasanglar hozir qizil chiqdi. Ana. Yaqinroq qarsak seriq, yani shuni to'xtan yaqinlashib qoldi deydi. İşte Allah var, meni vasıflaydı. Anladın işte toxtan deydi. Biz endi ko'zni qilaylik. Men Muallim kodni bir talam ichib tursangiz emisingiz bo'lamanmi? kodni ma'qul, kodni ichib turay. Bu bloksiz orqali qilamiz. Kodni ko'makchi bo'laman, ishini ko'ra olasizlar. Ben 1 minutdan ichida ko'zni ochma. Say thank you, Bala. You say thank you. Idea? Don't rush. Don't rush. Calm down, Bala. Don't rush. Biz endi biz Yes. Yes. ana oy. Muallim, Ha, hani bir HP nimini qaytadan bir HP sanız bo'ldi deb bunasi qarasam. mana ich mana biz bunu filmni biz rekord qilib chiqarib qo'yamiz. Mana bloklamışlarda.